Kakacha bering. Kakani qaydan beradi bola bo'lsa to'baqsa. Bulbulidan deydi. Aynan. Ey bulbul. Jonim. Bermagan qara. Ha, oyijon. Ana xotinchangga ayt. Beshikka belasin bolani. Beshik bolasi bek bola bo'ladi. Tushundingmi? Xo'p, oyijon, aytaman hozir. Xotin. Eshitdim. Sumak qisadi. Yerda yotsin. Bir marta bo'lsa yotqizaylik. Tushundim. Ey, bolani olib chiq. Nimaga? Tuproqqa cho'miltiramiz. Enani qornidagi juni to'giladi. Tuproqqami? Olib chiq deganingni olib chiq. Bekorlarda aytibdi. O'zini junini to'ksin. Infeksiya tushadi bolaga. Ha? Yaxshi. Shu bolani olib chiqaylik, aya bekordan bekorga aytmasa kerak. Yo'q. Aya bola uxlayapti ekan, jun to'kilgan ekan-ku o'sha. Ha. Ha. Xotiningga ayt, pampers kiydirmasin, kichkina bo'lib qoladi. Pampers kiydirmasam, kechasi siyib qo'yadi, nima qiladi, beli shomallaydi, o'pkasiga o'tib ketadi, pandemiya bo'ladi. Ey, tomog'ini tiysin, tarbiz yemasin, bolani ichi ketadi. Arpa badami chepda. Ey, o'lib ketlaring bo'lmasa. Oldin kelgan oldin ketadi. Tashlab bermasin, yemissin bolani. To'ymayapti. Yashaylar sizlar, yashaylar. Men endi bola och, nahor yotibdi pashsha talab. Sizlar men endi nimani beray, uni ber, buni ber deb yotibsizlar. Kelishib olib, keyin tug'inglar aya. Nima qilasizlar mana bunaqa qilib tug'ib? Mana bechora ota ham sarson, sargardon bo'ldi bechora. Turing, bitta emizing, yo sut bering, qornoch qolib ketdi. İçeyim yo ha? Issiq bu ham, ey. Bormi, nimadir mana shu nammi uni?